Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz sizlar bilan petuniya gulini urug'idan undirib chiqarishni o'rganamiz, ko'chat qilishni o'rganamiz. Mana bu urug'lari, eng avvalo bizga urug'lar kerak bo'ladi. Mana bunday idishlarda agro do'konlarda sotadi buni. Undan keyin ularni ekish uchun idishlar kerak bo'ladi. Mana bunday 5 tadan 10 tadan bularga eksa bo'ladi. Yoki bo'lmasam yakka ekaman desangiz, mana bunday kichikroq stakanlar bo'ladi. Idishlar. Ularni ustini yopish uchun mana bunday balandroq qopqoq kerak, yoki bo'lmasam mana bunday o'zini qopqoqlari ham bo'laveradi. Bular idishlarni to'ldirishga tuprog'iga albatta yengil tuproq kerak bo'ladi, yengil torf. Xohlagan markadagi torfni ishlatsangiz bo'ladi. Biroz nordonroq torf aralashtiramiz, 4dan 1 qismiga, 5dan 1 qismiga bo'lsa ham bo'ladi. Perlit, agar perlit yo'q bo'lsa, mana uy sharoitida, hovli joylarda bo'lsa, mahallada bo'lsa, sholi to'pon bo'lsa ham bo'laveradi. Undan keyin bizga vermikulit kerak bo'ladi, namlikni ushlab turish uchun, suvni o'ziga tortib olish uchun. Agar vermikulit yo'q bo'lsa, topilmasa, agro do'konlar uzoq bo'lishi mumkin, qum ham bo'laveradi. Undan keyin eng oxirida urug'ni sepib, betiga yopish uchun mana bu torfdan elab olgan mayin elakdan o'tkazilgani kerak bo'ladi.